Zo'r TV hamda Centrum Air taqdim etadi. Aeroportga borganingizda chipta masalasini tez hal qilmoqchimisiz? Unda bizda yangilik bor. Endi Centrum Airning kassasi to'g'ridan-to'g'ri aeroport ichida ham ishlaydi. 2026-yil 2-fevraldan boshlab Centrum Airning rasmiy chipta ofisi aeroportda ochildi. Ofis joylashuvi Islom Karimov nomidagi Tashkent International Airport Terminal 2. Bu yerda siz chipta sotib olishingiz, almashtirishingiz, o'zgartirishingiz va Fast Track xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Bu yerda siz joy tanlash, qo'shimcha bagaj to'lash va boshqa parvoz masalalarini hal qilasiz. Safaringizni yanada qulay qiling. Centrum Air bilan uching. Assalomu alaykum, quyoshli salomlar sizga Guanzhoudan yo'llaymiz. Biz avvaliga tadbirkorlik haqida ko'rsatuv tayyorladik va tadbirkorlik erkaklar uchun chiqarilgan degan xulosa bilan ayollarimiz, go'zal qizlarimiz uchun sayohat qilish uchun sizlarga kerakli bo'lgan turli xil lokatsiyalarni ochib berishga harakat qilamiz. Demak, bu safar sizlar bilan Guanzhouning sayohat uchun mo'ljallangan manzillariga birgalikda boramiz. Ketdik. Siz ishlatadigan 80% narsa shu shahardan chiqadi. Guanzhou dunyo omborimi? Guanzhouga bir marta kelib milliarder bo'lib qaytish mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Kanton yarmarkasi 2026. Bu yerda hatto uchar mashinalarni ham sotib olsa bo'ladi. Guanzhou bu shunchaki shahar emas, bu dunyodagi eng katta savdo maydoni. Bu yerda o'tkaziladigan Kanton yarmarkasi 2026-yildagi o'zining tarixiy rekordini qo'ydi. 200 dan ortiq davlatdan tadbirkorlar va millionlab tovarlar. Bu yerda siz oddiy ruchkadan tortib koinot texnologiyasigacha topishingiz mumkin. Eng qizig'i, Guanzhouda narxlar shunchalik arzonki, butun dunyo biznesi aynan shu yerga bog'lanib qolgan. Xo'sh, siz tadbirkor bo'lsangiz, hayotingizda bir marta bo'lsa ham Guanzhouga kelgan bo'larmidingiz? Agar bu yerga kelib pandalarni ko'rmasdan ketsangiz, o'zingizni kechira olmaysiz. Hozir men eng katta va qiziqarli hayvonot bog'iga kirib ketyapman. Bundan kattarog'i Pekin va Shanxayda joylashgan. Va faqatgina mana shu zooparkning o'zida 400 dan ortiq hayvon turlari mavjud. Pandalar deysizmi, kiyiklar deysizmi, fillar, begemotlar barchasi bu yerda mujassam. Va dinozavrlar pavilyoni esa alohida diqqatga sazovor joy. Va eslatib o'tmoqchiman, Guanzhou hayvonot bog'ini yovvoyi hayvonlar, ya'ni safari parki bilan adashtirib yubormang. Xo'sh, bu yer qanday ishlaydi? Guanzhou hayvonot bog'ining ish vaqti 8:00 dan 16:00 gacha. Yetib kelish esa juda ham oson. Metro liniyalari bilan u yerga borish uchun metroning 5-liniyasi hayvonot bog'i bekati bir chiqish joyidan kelasiz. Chiptalar narxi esa hamyonbop. Kattalar uchun 20 yuan, bolalar uchun esa 10 yuan. Va hayvonot bog'ining o'z sirki ham mavjud, lekin buning uchun kirish to'lovi bilan bir xil bo'lgan summa, ya'ni 20 yuanni to'lashingiz kerak bo'ladi. Va yana bitta plus tomoni, hayvonot bog'ining o'z akvarium zonasi ham bor. Va hudud shunchalar katta bo'lganligi uchun umumiy hisobda bu aholining aytishicha 3 soat vaqt ketar ekan, agar to'xtamasdan aylansangiz. Gap tasdig'i bilan biz 20 yuandan chipta sotib oldik va o'sha men orzu qilgan pandalarni ko'rgani ketamiz. Hayvonot bog'iga kirib oldik. Eng asosiysi navbatlarsiz, qiyinchiliklarsiz, hamyonbop narxlarda. Va kirishimiz bilan xuddiki bir nima desa bo'ladi? Boshqa olamga tushib qolgandek hissiyot paydo bo'ldi. Bu yerda oqqushlar suzib yuribdi suv ichida. Bolalar uchun alohida imkoniyatlar bor ekan. Xo'sh, foto zona. Pandalar shu yerdamikin-a?
kartadan qarasa bo'ladi-ku rostini. Mana eng yuqori qismida menimcha akvariumni bor. Bu yerda baliqlar ovqat sifatida yuribdimi? O'zini qachon hazm bo'lishini yeb ketishlarini kutib yoki dekoratsiyamikin? Chunki bu yerda oqqush yuribdi. Oqqush ovlagan chiqadi, bitta oqqush uchun shuncha shohona dasturxonmi? To'g'risini aytgan yaxshi baribir. Bu bog'ga kelishimdan asosiy maqsad o'sha Xitoy tog'larida yashaydigan, lekin bizni ko'rishimiz uchun asirlikda boqilayotgan pandalarni oldiga edi. Maktab o'quvchilari uchun har doim hayvonot bog'i trendda bo'lgan. Biz ham bo'lardik bolaligimizda shunaqa. Biz uni topdik. Paspas. Voy, dangasalar o'qib yotibdi. Pandalarning tug'ilish hikoyasi ham boshqacha bo'lar ekan. Ya'ni homiladorlik davri 3 oydan 5 oygacha davom etar ekan. Tug'ilganda kichkinagina 15 santimetrlik pushtirang pandachalar. Pandalar dangasadek ko'ringani bilan ular daraxtga chiqishni mohirona eplashadi va suzishni ham bilishadi va bundan tashqari ko'rib turganingizdek hech qaysi bir pandaning yonida jufti yoki hamrohi yo'q. Ular yolg'izlikni xush ko'radigan hayvonlar hisoblanadi. Qolib yotibdi. Bular shunaqa xususiyati bor, shunaqa xarakteri bor ekan. 12 kilogramgacha bambukdan yeb olar ekanda 12 soat hazm qilar ekan. Ya'ni hazm qilish mana shunaqa bo'ladi, uxlab. Panda bo'lgim kelib ketdi. Yo'q, yo'qmikan? Mayli, panda janoblarning uyqusini buzmagan holda bitta-ikkita qiziqarli ma'lumotlarni aytib o'tishga harakat qilaman. Pandalar asosan yovvoyi tabiatda Xitoy tog'larida uchratishingiz mumkin va ularning asosiy taomi 99% bambuk daraxtlari. Bu sutemizuvchilar ba'zan baliqlarni yeyishi mumkin-ku, lekin asosan bambuk bilan taomlanadi. Va bundan tashqari ular yovvoyi tabiatda qancha umr ko'rishini aniqlashmagan, noma'lum, lekin asirlikda ular 30 yil, taxminan 30 yoshgacha yashaydi. Va ularning bolalari tug'ilganda och pushtirangda bo'ladi va o'lchami taxminan 15 santimetrlar atrofida, mana shu ruchkadek. Shu bilan Guanzhou hayvonot bog'iga bo'lgan sayohatimiz nihoyasiga yetdi. Vaqtimiz chegaralangan, lekin zoopark juda ham katta. Eng asosiysi, men o'zimning pandachalarimni ko'rdim. Mayli, endi uxlab yotishgan bo'lsa ham, ularni yaqindan ko'rdim. Endi keyingi lokatsiyaga yo'l olamiz. Bir marta yo'lni noto'g'ri joydan kesib o'tdingiz va bank sizga kredit bermadi. 2026-yilgi Xitoy realnomasi. Xitoyda 2026-yil bu yerda sizning hamyoningizdan ko'ra ijtimoiy reytingingiz muhimroq bo'ladi. Ijtimoiy kredit tizimi endi nafaqat tadbirkorlar, balki har bir kishining kundalik hayotiga kirib keldi. Agar reytingingiz yuqori bo'lsa, ya'ni 1000 dan baland bo'lsa, siz metroda bepul yurishingiz, shifoxonalarda navbatsiz ko'rinishingiz va hattoki depozitsiz mehmonxonaga joylashishingiz mumkin. Lekin qonunni buzish, jarimalarni to'lamaslik yoki ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on xabar tarqatish reytingingizni tushirib yuboradi. Natijada esa sizga banklar kredit bermaydi, tez yurar poyezdlarga chipta sotilmaydi va nufuzli ishlarga ham qabul qilinmaysiz. Xo'sh, bu tizim tartib-intizomni saqlashga yordam beradimi yoki inson huquqlarini cheklaydimi? Nima deb o'ylaysiz?
Guanzhou ko'chalarida piyoda sayr qilib, hozirda albatta bizning e'tiborimizni tortgan ularning milliy an'anaviy dizayn shaklini, ya'ni tarixini bildirib turadigan ibodatxonasiga ko'zimiz tushdi. Hozir birgalikda kirib, sizlarga ham bu emotsiyani ulashamiz. Xitoy qirollik oilasiga kirib kelganga o'xshayman. Musiqadan tortib, atrof muhit shu vibe'ni beryapti va bundan tashqari bularni marosimda tutatadigan maxsus o'sha bambukka o'xshagan narsasi bor, hidli. Butun hovlini egallab olgan va odamlar ham tinch va sokin ibodatda. Ibodatxonalar haqida esa bir qancha qiziqarli ma'lumotlarni sanab o'tamiz. Ibodatxonalar ming yillar davomida Xitoy madaniyatining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Tog'li hududlardagi ulug'vor buddist monastirlardan tortib, gavjum shaharlardagi oddiy xalq ziyoratgohlarigacha bu muqaddas inshootlar uzoq vaqtdan beri ibodat, madaniyat va san'at markazlari bo'lib xizmat qilib kelgan. Asrlar davomida Xitoyning ibodatxona manzarasi har bir sulolaning yuksalishi va qulashi, shuningdek buddizm, daosizm, konfutsiylik kabi har xil dinlarning tarqalishi bilan rivojlanib borgan. Biroq bugungi kunda tashrif buyuruvchilar Tailand yoki Yaponiya kabi joylarga qaraganda Xitoy shaharlarida kamroq ibodatxonalarni ko'rishlari mumkin. Buning asosiy sababi esa tarixiy voqealarga va zamonaviy o'zgarishlarga asoslangan. Turli sulolalardagi Xitoy ibodatxonalari tarixini, ularda mujassam bo'lgan diniy an'analarni va yirik madaniy o'zgarishlarni o'rganish orqali biz ularning hozirgi holati va abadiy ahamiyatini tushunishimiz mumkin. Guanzhou metropoliteni Xitoyning Guandong provinsiyasida joylashgan Guanzhou shahrining tezkor tranzit tizimi hisoblanadi. U davlatning Guanzhou metro korporatsiyasi tomonidan boshqariladi va Pekin, Tianjin va Shanxayda qurilgandan keyin Xitoyda 4-chi qurilgan metro tizimi hisoblanadi. Guanzhouda yer osti tezkor tranzit tizimini qurish bo'yicha dastlabki harakatlar 1960-yilda boshlangan. Keyingi 20 yil ichida loyiha 5 marta kun tartibiga kiritilgan, ammo moliyaviy va texnik qiyinchiliklar tufayli har safar bekor qilingan. Bugungi Guanzhou metrosiga olib keladigan narsalarni tayyorlash 1980-yillarga qadar boshlanmadi va 4 yildan so'ng 1997-yilda 5-stansiya foydalanishga rasman topshirildi. Ana 5-liniya. Oxirgi qurishga topshirilgan liniyasi. Tasavvur qiling, 514 kilometr. 2,8 milliard foydalanuvchi bir yilda o'rtacha. Lekin Xitoyning bitta eng katta minusi davlat, shaharlar rivojlangan, hech qaysi biri til bilmaydi lekin. Faqat o'zini tilida gaplashadi. Umuman turistlar uchun muloqot tili yo'q. Kanton minorasi Guanzhou yangi shahar markaziy o'qi va Pearl River, ya'ni Marvarid daryosi kesishmasida joylashgan bo'lib, to'g'ridan to'g'ri Fasisha oroli va Jujian yangi shahariga qaragan. Hozirda u Xitoydagi eng baland minora va dunyodagi 3-o'rinda turadigan eng baland minora hisoblanadi. Kanton minorasiga yaqinlashishingiz bilan butun Guanzhouni xuddiki 360 gradusda ko'rgandek bo'lar ekansiz. Xuddiki u shaharning qoq markazida joylashgan 600 metrlik minora atrofidagi go'zal manzarani ochib berayotgandek.
Kanton minorasining dizayni alohida e'tiborimizni tortdi. Bilamizki, tarixdagi teleminoralarning aksariyati odamlarga bir xil umumiy taassurot bergan va bu odatda shakli va balandligi haqida gap ketganda. Minoraning o'zgarmas shakli har doim odamlar ko'nikib qolgan, pastki qismi keng, yuqori qismi tor bo'lgan. Mehmonlar minora qurish dizaynida mutlaqo yangi konsepsiya va yutuqni boshdan kechirishni intiqlik bilan kutishgan. Xo'sh, Kanton minorasi dunyoga o'zining qiyofasini ko'rsatgan bir vaqtda uning yangi va nafis taassuroti butun dunyo e'tiborini tortdi. Xitoy madaniyati haqida tushunchalarni ba'zi an'anaviy ramziy elementlarga aylantiradigan ba'zi dizaynerlardan farqli o'laroq, Kanton minorasi dizaynerlari Mark Hamill va Barbara Kuit sharqona jozibani yanada xushmuomalalik bilan talqin qilishdi. Kanton minorasining asl shakli nozik qomatga ega go'zal va nafis ayolga qiyoslangan. Ayolning nozikligi va yumshoqligini yaratish uchun Mark 3 o'lchamli haykal hosil qilish uchun ikkita oval yog'och patnisni elastik rezinka arqonlari bilan bog'ladi va yuqoridagi ellipsni 45 darajaga aylantirganda xuddiki qovurilgan xamir burushiga o'xshash ajoyib shakl paydo bo'ldi. Va bu Kanton minorasining ilhomi, go'zal ayol orqasiga qarab xuddiki belini burib turgandek manzara berdi. Minora Guanzhouning qiyinchiliklarini kutib olish va dunyoni qabul qilish ruhini namoyish etadi. Kanton minorasi keng qamrovli, diqqatga sazovor bino bo'lib, shuningdek, diqqatga sazovor joylarni tomosha qilish, sarguzasht, ovqatlanish va ichimliklar, to'y marosimlar, tadbirlar va to'rda kino, ilmiy texnologiya deysizmi, ta'lim va xarid qilish kabi ko'p funksiyalarga ega mashhur sayyohlik maskani hamdir. Guanzhou haqida 5 ta qisqa, lekin qiziqarli fakt. Birinchisi, Guanzhou choy vatani bo'lib, dunyoga mashhur choy madaniyati aynan shu yerdan boshlangan. Ikkinchisi esa aholisi. Shaharda 20 milliondan ortiq inson yashaydi. Bu esa butun bir o'rtacha davlat aholisiga teng keladi degani. Uchinchisi, lingo, ya'ni so'zlashuv. Bu yerda mandarin tilidan farq qiluvchi kanton tilida gaplashishadi. Guanzhou esa uning poytaxti. To'rtinchisi esa savdo markazlari. Guanzhouda dunyodagi eng katta soatlar, poyabzallar va elektronika ulgurji bozorlari joylashgan. Beshinchisi va so'nggisi esa iqlim. Bu yerda doimiy bahor va yil bo'yi daraxtlar gullab yotadi. Shuning uchun ham bu yerni gullar shahri deb ham atashadi. Tungi Guanzhou, chiroqlar, harakat va cheksiz imkoniyatlar bu safar yakuniga yetdi. Ammo har bir yakun yangi yo'lning boshlanishi. Biz bilan birga bu yo'lni bosib o'tgan hamkorlarimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Centrum Air osmon sari ishonchli parvozlar uchun, Malibu Travel unutilmas manzillar uchun va Travel Yesim sizni dunyo bilan bog'lab turgani uchun. Bu faqat boshlanishi, keyingi manzil siz bilan.